Assalomu alaykum. Dillarlar chechaklarni yoqtirib anglab kelayotgan umoqlarim, kechlikinglar xayrli bo'lsin. Bugun biz birlikda Adil Abdurahmon tag'a fanniy hikoyalardan Toڭlىماس batur degan hikoyani anglaylik, ha? Hikoya Toڭlىماس batur. Odosh, ajib qattiq sovuq bo'lib ketdi-ya, to'ngmi? Qattiq sovuqdan qizilmushda qizirib ketgan burun xingildigan holda quloqdan so'radi. To'ngmaychu. Qardab ushishga boshlagan quloq ha deb quloqcha tarafga surilgach arali javob berdi. Sulachu. Burun engishib turib ha deb bir-birini o'g'layotgan barmoqlardan so'radi. Biz cho'kimizda qitib qolgan ne vaq, boya ichib og'irgan to'q, amdilikda sezimizni yo'qitib qo'yapmiz. Bosh barmoq titrab turib arali javob beralidi. Birodarlarning sovuqdan to'nglab shumshib ketgan bechora holni ko'rgan ko'z olani. To'ng'aqla, deb zangli qilib kulishga boshladi. Aslidanla to'nglab chidayolmay turgan burun, quloq va barmoqlar ko'zning mazax kulgisini anglab g'azabdan yerilg'udek bo'lib ketdi. Do'stim ko'z, boshqalar sovuqdan to'nglab qiynalsa mazoq qilib kulgining nemisi? Dedi eg'iz norozi bo'lib. Olachu, to'ng'aqla, men degancha batur, har qanday qattiq sovuqdan qo'rqmayman men. Ko'z ko'rangligan holda chanoq ichida o'yan bo'yan cho'rkilab o'ynashga boshladi. Yolg'on aytma, sen nada batur? Eg'iz uning so'zini shon uzib tashladi. Batur bo'lmasa, allaqachon sovuqdan to'nglab, ko'ldagi muza qitib qolmabdi. Ko'z yanala gap yo'rg'iladi. Muzlab qolmag'ning sovuqdan qo'rqmas, baturliqingdan emas-chimi? Aytamisa, nemishqa to'nglab qolmi deb. Ko'z savol nazar bilan eg'izga mixday tikildi. Senda faqat tegish va og'rishni sezadigan nervi bor, sovuqni sezadigan nervi yo'q. To'g'ri aytsan eg'iz aka. Shu ardan teri ostidagi qon tomir lip-lip qilib so'qash gapga aralashdi. Ko'z akamning mingis pardasida biz qon tomirlar bo'lmaganlikdan issiqlikning tarqalishimi osti bo'ladi. Shunglashqa temperatura qancha tuvan bo'lsa-mu, ammo ko'z akam to'ngdiganligini qilchi sezmaydi. Ko'z tomirjaning gaplarini anglab, xijillikdan o'zini shon qapoq ostiga yo'shirdi. Bo'ldi, xijil bo'lma, dedi eg'iz kulib turib. Biz hammamiz bir tanning ayrilmas a'zolari. Do'stlar o'zaro ijil inoq o'tkinimiz yaxshi. Boshqalarning beshiga kun tushganda yordam qilish, esdoshlik qilishning o'rniga mazoq qilib kulish yaxshi odat emas. Bo'ldi, so'zlama eg'iz aka. Ko'z xijillik va pushaymondan sho'rpi yuzidagi maydak baqirab ketdi. Birodarlarim, meni kechiringlar. Men xato qildim. Onun gapi oxirlashmay turibla chaniqida yig'ilib qolgan yosh tomchilari xuddi yibi uzilgan marjandek taramlab to'kilishga boshladi. Do'stlar, biz bu hikoyadan yangi bir bilimni o'rganib oldik, ha? Biz bu bilimimizni do'stlarimizga so'zlab beraylik. Hamma hikoyadagi eg'izning boshqalarning beshiga kun tushganda yordam qilish, esdoshlik qilishning o'rniga mazoq qilib kulish yaxshi odat emas degan gapini esimizda ching saqlaylikmi? Undaqda oxirda dilala hadanglarga agishib tuvandagi bolalar qo'shqini o'rganinglarchi. Bolalar qo'shqi lingir taqtaq. Lingir taqtaq qilmang chaqchaq, yiqilib tushsak bo'ladi chataq. Urushmasdan biz o'ynasak, ota-onamiz o'tadi inoq. Bangbosh bo'lib jidal qilsak, qo'shnilarmi bo'ladi yiroq. Lingir taqtaq do'stim amraq, kel o'ynaylik kulib yangraq. Kichik shoirlar kashf bo'lib ketibdi. Amiz bugun boldir uxlanglarchimi? Totliq tushlar sizlarga mira bo'lsin.